Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan top 5 IT universitetlar haqida gaplashamiz. IT universitetlar bular bo'lishi mumkin, kiberbezopasность bo'lishi mumkin, prosta axborot texnologiyalari bo'lishi mumkin, elektronik texnika shunaqa yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Hozir IT rivojlanib ketyapti, hamma biladi. Kattaroq video, 45 minutlik videomiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Shu yerda ham IT haqida gapirilgan. Hozir top 5 ta IT universitetlar. Ya'ni bo'ldi, bildik IT yaxshiligini. Endi qaysi universitetga kirishligini. Ko'proq Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga o'qishga bolalar kirgani uchun Moskva, Sankt-Peterburg haqida gapiramiz. Boshqa viloyatlarga ham IT universitetlar bo'ladi. IT deganda nomi prям axborot texnologiya deb nomlamasligi mumkin, har xil nomlanishi mumkin. Shu IT sferasida yoki elektronika texnika sferasida qanaqadir katta ishlar qilgan universitetlar, professorlar nomiga ochilgan universitetlar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshab universitetlar nomlanishi mumkin. Liba davlat nomlari bilan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har xil nomlarda, lekin IT ni yaxshi, kачественный, yoshi katta, opitni professorlar o'rgatadigan universitetlar haqida gaplashamiz. Top 5 ta. Moskvadan gaplashsak, katta shahar Moskva. Moskvada Misis bilan Politex yaxshi. Yana bor rad universitetlar. Bizning odamlar shu yerda o'qib ketish osonroq va yaxshi natija ko'rsatgan, bitirish osonroq, lekin качественный o'rgatadigan universitetlar shu Misis bilan Politex bo'ladi. Misis kontraktlari sal balandroq, chunki u yerda bitta yo'nalishga yo'naltirilgan, professorlar ko'proq shu IT ga va shunga o'xshagan atrofidagi sohalarni o'rgatishadi. U yerda IT ga o'zidan o'zi osmondan tushib kirib qolib bo'lmaydi. Sal bo'lsa ham qiziqishi, sal bo'lsa ham xabari bo'lish kerak. IT ni o'rganmoqchi bo'lgan odam, IT ni bitirmoqchi bo'lgan odam eminda shu sal bo'lsa ham bilim bilan kirish kerak. O'qib ketishi oson bo'lish uchun. Moskvada kontraktlari 400-500 ming atrofida. 400-500 ming. Albatta grant joylar bor. Oldinroq topshirgan odam grantga kira oladi. Ikkita universitet mana shu bir shaharda bir-biriga yaqin joylashgan. Korpuslari har xil, общага bor, registratsiya qilib beradi общagaga, studentskiy bilan yursa bo'ladi. Kechki va kunduzgi ta'limdagi va sirtqi ta'limga ham shu ikkita universitetga qabul bor. Ochniy, вечерний, заочный. Politex, Misis, Moskvaga. Taklifimiz shularga. Chunki birinchidan bular bilan bizning отношениямizda yaxshi, erta kirganingizdan keyin boshqa o'qish boshlangandan keyin bo'ladigan muammo yoki masalalarga yordam bera olamiz. Bitirib ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa diplomlar o'tadi. Sankt-Peterburgga o'tsa agar, u yerda 3 ta universitet taklif qilamiz. Birinchisi Leti, keyingisi ITMO va Bonch-Brovich. Leti bu birinchi o'rinda, elektrotexniskiy, первый elektrotexniskiy universitet deyiladi. U yerda вечерний, ochniy yoki zaochniy bo'ladi, lekin byudjet joylar ko'proq. Bitta videoda aytgandik, почти 50 ta chet el fuqarolariga joy ajratishgan. Bu zo'r degani, 50 ta ko'p. Ya'ni ichidan tanlasangiz bo'ladi, qaysinga sizga yoqsa, o'shanga topshirsangiz bo'ladi. Keyingisi ITMO. ITMO eng qiyini va eng qimmati. Lekin ITMOning yaxshi tarafi, masalan, Leti eski professorlar bilan o'rgatsa, ITMO innovatsiya olib kiradi har doim. IT rivojlanish bo'lgani uchun innovatsiya olib kirgani bir tarafdan yaxshiroq. ITMO qimmatroq. U yerda вечерний ham bor, ochniy ham bor, zaochniy ham bor, magistraturaga ham yaxshi joylar bor. Leti, ITMO, uchinchisi Bonch-Brovich. Bonch-Brovich joylashgan Dbenkada. Yaxshi tarafi kontraktda eng arzoni Bonch-Brovichda bo'ladi. Ochniy qimmatroq bo'ladi, вечерний va zaochniga arzonroq yo'nalishlari bo'ladi Bonch-Brovichda. Bonch-Brovichda u yerda ko'pchilik kirib, ko'pchilik o'qib ketdi. O'qish ham nisbatan osonroq, chem ITMO, kontraktlar arzonroq. Hammasida yotoqxonasi bor, hammasida общежитияsiga registratsiya qilib beradi. Hammasiga studentskiy bilan yursa bo'ladi, chet el fuqarolarda o'zida komandalari bo'ladi, masalan, tam diasporalar bir-biriga yordam berib yuradi. Ya'ni bitta kirganingizdan keyin bittasiz o'zbek bo'lmaysiz universitetda yoki fakultetda. Обязательно boshqa o'zbeklar ham o'qiyapti, boshqa katta kursda va sizdan past, sizdan tepa kursda o'qiyotgan bo'ladi. Har yili kirishadi va har yili bemalol o'sha yerda o'qib bitirishyapti. Statistikasi balandroq universitetlar haqida gapiramiz hozir. Ya'ni bitirib ketish osonroq. O'qish oson bo'lmasa ham bitirib ketish osonroq. Ya'ni hamma narsa понятно. Rus tilini tushunmasangiz, rus tili gruppalari bor, rus tili kurslari bor. Shuning uchun bemalol shular bilan mana shu 5 ta universitetdan 2 ta Moskvaga, 3 ta Sankt-Peterburgga tanlab IT ga kirishga maslahatimiz. IT kirmoqchiman, qaysiga maslahat berasizlar? Mana shu top 5 ta universitet.